Turkiyadan gapiramiz. Gerçi bizmi dugonam bilan uchrashuvga qani ketdik. Yaqinda olgan burgimni o'zi ham hamma yo'li kiyapman. Nima qilay, boshqa burgim yo'q. Yana shuni kiyamiz. 1 2 3. Hoppa, kiyib oldik. Endi ustimizga tanlab mana shu yashil rubashkani kiymoqchi bo'laman. 1 2 3. Hoppa. Mana shunaqa rubashka chiqqan. Buni hozir zapravить qilaman. Mana zapravить qilib oldim. Endi navbat aksessuarlarga. Yaqinda Buxoroga borganimda o'zi ham qaynona oyijonimni barcha kumushlarni oldim. Mana shunaqa sergi oldim. Quvonchigi bor va uzugi bor. Hamma onasinikidan nimadir olsa, men qaynonamdan olaman. Ertalabdan beri miyada mana shu qo'shiq. Yağmur dinmiyorsa sen üzülme bir gülümse gel benimle. Uzug'ini ham to'qib olamiz. Mana shunaqa asal aksessuarlarim bo'ldi. Endi nima qilishim kerakda? Har birida mana bu botinkalarimni va mana bu sumkani to'qaman. Ustimdan esa klassический mana bu kurtchka. Shunaqa obraz bo'ldi menda. Qanday yarashibdimi? Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman jonlarim. Görüşürüz.